Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, Instagram kuzatuvchilari, qadrli tomoshabinlar. Bugun 2-oktyabr, hafta kuniga payshanba, Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idamiz, hayvon bozorida, hashak bozorida bir qo'l ko'rsatib o'tamiz mana. Mosh prislar 20 ming so'm bo'lyapti, sotilishi 18 mingdan. Bu tomonda yirigroqlari bor, mana katta baylanganlari o'sha somon prisga o'xshab, pohol prisga o'xshab 120 baylanganlari bor ekan. Adashmasam 1 metr oshora chiqar 1.10. Hop, bular narxi qanchadan ekan? Narxi 18 ming so'm ekan. Mosh pris. O qopliklarda narxini bilmadim. Ularni ham bir so'raymiz hozir. Qopliklari 75 ming so'm ekan mana. Mosh to'pon. Hozir u tomonda mes mashinada bor. Uni ham ko'rsataman. Video 35 ming so'mdanga berib yuboribdilar mana. Krupniga. Nomerda aytib qo'ying, telefon qilaveradi kerak bo'lganlar. 90lik, 94lik, ha. 057 88 86. Kerak bo'lganlar yer yong'oq birisi bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Hop, mosh to'pon adashmasam mana shu mana. Mosh to'pon ekan. Hop. 1.800 bitta sotishdi boya. Mashinada olib chiqib ketishdi. Buni qanchaga berishadi bilmadim. Adres Namangan tumani. Hop. Kerak bo'lsa telefon nomerlarini topib beramiz akalar. 1.600 dan to'kib berishaveradi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa akalar, tarqatib qo'yamiz. O'zlariga jo'natib, kanalga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yasizlar. Bu ham sotilib chekilib, mana ketishyapmiz.